Kechqurun ishdan kelib yangasining xonasiga yig'i ovozini eshitgan Komil xavotir olib uning xonasiga kirdi. Zilola divanda yutib yotganicha yig'lardi. "Ha, yanga, tinchlikmi? Kim xafa qildi sizni?" Eshikdan kirib bosh so'radi Komil. Zilola o'rnidan turib, sochlarini to'g'rilagan bo'ldi. "Hech kim," burnini tortib Zilola. "Unda nega yig'layapsiz? Meni ham otam o'rnida ko'radigan, dardimni tushunadigan biror kishi bormi bu uyda? Sizda kelinchakda nima dard bo'lsin?" hayron bo'ldi Komil. "Yoki biror joyingiz og'riyaptimi?" "Mana bu yerim og'riyapti." Chap ko'ksiga ushladi Zilola. "Yuragim og'riyapti. Doktor chaqiring endi." Shoshib yurishni bildi Komil. Zilola uning yonini to'sgancha uning qo'llaridan mahkam ushladi. "Bu dardni doktor davolay olmaydi, Komiljon," dedi Zilola. "Men shu umidda kelin bo'lganmidim. Akangizga tegib nima kun ko'rdim. Chindan tashlab ketdi. 6 oydan beri sovuq yostikni quchoqlab, damni chiqarib chiqaman. Komiljon, men nimani tushunishim kerak?" Qo'llarini tortib olmoqchi bo'ldi Komil. "Nima qilay ayting? Otangizni, onangizni mahallaga kelishga chaqirishdi," dedi Zilola. Yig'ilish hali ancha davom etadi. Ular yaqinda ketishga yo'q ekan. Zilola rasmini tushgan Komilni o'ziga topdi. Bu Zilolarning o'rtasida qancha davom etdi. Komil otamiz uxlagach har oqshom yangasining xonasiga kiradigan bo'ldi. Navbatdagi kirishda Zilola Komilga xabari borligini aytdi. "Qanday xabar ekan?" deb Komil. "Siz ota bo'lasiz." "Ota bo'laman?" Otani tushunmadi Komil. "Kimga? Qanaqasiga? Nima uchun?" Mana bu kishiga Zilola o'z qadamini nuqtab ko'rsatdi. Siz homilador bo'ldingizmi?" dedilar katta bo'ldi Komilning. "Ha, buni siz qildingiz." Komil boshini changallagancha o'tirib qoldi. "Endi nima bo'ladi?" dedi Komil nafasi. "Endi nima qilamiz? Onam nima deydi? Akam meni o'ldiradi bu." "Bu yog'i sizning muammoingiz," dedi Zilola. "Siz homilador qildingiz. Men qilaman. Otangizga nima deysiz? Onangizga nima deysiz? Bu yog'i sizning ishingiz. Akangizga esa o'zingiz javob berasiz." Bir oylik o'yinchoqni lochin ko'zi chaqnatib ko'zga tashlab ketmadi. Sharmanda bo'ldim. Boshimni ushladi Komil. "Endi o'ldim. Ota, birovga aytib o'tirmang. Bu ishlardan Turkiyaga ketyapman. Hozir aeroportdaman. Samolyot uchayapti," dedi otasiga qo'ng'iroq qilgan Komil. "Birovga aytmang. Yangamga ham aytmang. Borgandan ishlab qilib boraman. Keyin aytasiz odamlarga." Bir davlatdan boshqa davlatga chiqib ketish shunaqa bo'ladimi o'g'lim?" hayron bo'ldi Samad aka. "Odamga o'xshab hamma bilan xayrlashib ketmaysizmi? Shoshilinch, shunaqa bo'lib qoldi. Bu yoqdagi tanishlarim yaxshi ishlar, tez kel deyishdi," dedi Komil. "Toshkentga kelib chipta bor yo'qligini so'rasam, shu bo'lmay joy bor ekan, chiqib ketaverdim. Xavotirlanmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p, bolam, yaxshi bo'l. O'zing ehtiyot qil," duo qildi Samad aka. "Begona yurtlarda jin Allohning o'zi asrasin. Meni kechiring, mendan rozi bo'ling." "Bu nimaga o'g'lim?" hayron bo'ldi Samad aka. "Kechirim so'rab o'tirma. Katta yigit bo'lib qolding. Bir ishni qilsang, oxirini o'ylab qo'yayotgandirsan, bolam. Rozi bo'ling deb yuragimni xavotirga solib turmadi, bolam. Bu gapni biz sizlarga aytishimiz kerak. Sizlardan doimo rozimiz, bolam." Samad aka o'g'lining gaplariga tushunmay ancha vaqt qolib qoldi. "Nega bunday o'tirishsiz, tinchlikmi?" dedi hovliga kirib kelgan Mahfuza erining o'tirish boshqachaligini ko'rib. Samad aka Komilning Turkiyaga uchib ketganini va uning telefonda aytgan gaplarini so'zlab berdi. "Shuningizga hech aql bitmadi-da," javob Mahfuza. "O'z boshidan jo'ralari bilan doimda balolarni boshlab yuradi. Birortasi yegan bo'lsa, hamma jo'ralar qo'shilib ketib yuborildi-da. Siqining, xatini qaytib keladi. Videodagi gaplarni aytgan ham xatini o'g'lon bo'ladi." Mahfuza aytganidan ham bezovta bo'ldi. Hamma ko'p. Zilolaning oshxonaga kira olmayotganini, tursa qayt qilayotganini ko'rib Mahfuza panikasi chiqib ketayozdi. "Belim, jon bilan, meni tuzamdi, ammo qo'limda bo'lganini olaman," dedi Mahfuza yolg'ondan boshlab.
Bilib turibsiz-ku, nega bilmaslik olasiz? Dedi Zilola oxdini qo'lib yonadi. 2 oylik bo'ldi homilam. Xalqqa yerda deb silab yo'lib ishlab. Tug'adigan men, siz nega yig'laysiz? So'radi Zilola. Yuzsiz uyalmadingmi? Dedi bu mahalla xalqqa. Bir nima esdan chiqdi. Bundan xaromi bo'ling. Birdaniga xaromi demang, o'z nevarangiz-ku, dedi Zilola. Bolam begonadan bo'larmidi, o'g'lingizdan oychi. O'g'lim Rossiyaga ketganiga 1 yil bo'ldi. Atimay yorsiz, dedi xalqqa. Rossiyadagi o'g'lingiz bilan meni nima ishim bor oychi? Dedi Zilola. Ya, o'g'lingiz ketdimi? Nima deding? O'rnidan turib ketdi xalqqa va ko'zlariga chiqa turib, bu yerga so'zlay boshladi. Uyimiz kuyibdi otasi, uyginamiz kuyibdi. Qayerdasiz? Bu nima ko'rdingiz? Otasi, nima ko'rdingiz deysiz-a? Deya ishlandi xalqqa. Zilola otasining uyida bo'ldi. Lekin oradan ancha yillar o'tsa ham, Jakoka, Komil ham uyga qaytmadi. Ha, hayotimizda shunday voqealar ham uchrab turadi. Qayerdan yaxshi bo'lsa chiqarasiz deb o'ylayman.